Assalomu alaykum, mana TV zonamizni chiroyli qilib bitkizib berdik. Va TV zonamizni uzunligi 369 bo'lib, bo'yiga esa 280 cm. Faqat pol hisoblamaganda. TV zona boshlanishi 280 cm bo'ladi. TV zonamizga nima qilib berdik? Dekor panel qo'yib berdik o'rtasiga va ikki chekkasiga oyna profillik ramka qilib, ichiga podsvetkalarni ham qo'yib berdik. Podsvetkalariga esa sensorli datchiklarni ham qo'yib berganmiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Xo'p, oyna profil mexanizmlari Hetsk firmasini petlari qo'yildi, tortmalari esa Samet Turetskiy mexanizm qilindi. Bular siponli ishlaydi, ya'ni bez ruchka o'zi ochiladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.